Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz Gidrokollejonda bo'ladi. Tepalavach arkasında birinchi etajda 2 xonali toza remontdan chiqqan kvartiramiz bo'ladi. Bergirar shotimiz shuningga ajoyib bo'ldi tushgan. Avoydan chiqib turibdi toza remontdan. Ayoq teglamiz ajoyib holda döşalgan. Bir yandan boshlaydi olsak, birimiz zal bo'ladi. Zalimiz ullu tushgan, ajoyib qimmat perdalar asilgan, lyustralarimiz ham asilgan. Radiatorlarimiz o'tib turibdi yaxshisidan. Aynalar akvayna. Rishotkalar nega aytib o'tganim birinchi etajda bo'ladi. Birimiz ham mo'shi ajoyib aboylardan chiqib turibdi ko'rganingizdek. Eshiklarimiz ham ajoyib oq eshiklardan qo'yilgan. Birimizda yotoqxonasi bo'ladi. Yotoqxonamiz ham ajoyib ullu keng tushgan. Ajoyib holda döşalgan. Ayoq tegimiz jaluzi perdalar asib qo'yibdilar. Radiatorlar ham yaxshisidan qo'yib o'tilgan ekan. Patologlarimiz beyik. Birimizde ise sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham ajoyib bo'lib kafeldan chiqib turibdi, tepalari plastik. Hamma narsasi tozadan qo'yilgan ko'rganingizdek, vannalarimiz ham, rakovinalar ham hamma sharoitine ega. Yashaman desangiz ham, kvartirant qo'yaman desangiz ham ajoyib mestada. Urduvan bir adım piyoda. Yonunda minusutlar bor Gidrokollejonda. Oqtepa lavaj arkasında. Görgenizdek kat yo'llarimiz ham tozasidan qo'yilgan, jaluzi perdalar asilgan, mebelimiz ham ajoyib etib qo'yilgan, moslashtirib. Gaz plitamız ham toza. Görgenizdek hamma narsamiz almashgan. Birinchi etajda Gidrokollejonda. Narxına keladi olsak 378 milyon so'm deb turibdilar. Ustida ozona qaytariladi. Tema qiziq bo'lsa videoda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon etib bog'lanishingiz mumkin. Sog' olun, salomat olun.